şamal. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros arlida. Kəginimizga bir necha kun bo'lib qoldi. Dastlabki 1-2 kunda havo nihoyatda yaxshi. Lekin uy ishlari bilan sal aldirash bo'lib, oldin tayyorlagan asarni o'qishga fursat bo'lmagan. Tunugundan boshlab shamol bek kuchli. Afsus, dengiz bo'yiga berib asar o'qiyamay qoldim. Shuningdimi, uyda o'ltirib oldin tayyorlagan bir parcha hikoyani hozirlarga sunay dedim. Qo'limda dangliq yozuvchi marhum Muhammad Bag'rash apandining To'rt quloq nomli asarlari to'plami. Xo'sh, oldi bilan marhum yozuvchi haqida qisqacha bir tanishtirish o'qib o'tay. Muhammad Bag'rash apandi 1952-yili Qari shahar noyisining bozor ichida bir hunarvan oilasida tug'ildi. Uning boshlang'ich va o'rta maktab o'qishi o'z yurtida tamomlandi. U 1965-yili Aqsu viloyatlik yezi egiligi maktabiga o'qishga kirdi. O'qish bitkazib, Aqsu viloyatlik san'at umigida xizmat qildi. Uzoq o'tmay Ko'rladagi Shinjang 4-transport shirkatiga yo'tkilib, shofir bo'lib ishildi. 1982-yili Abdunum rayonlik bosh ishchilar uyushmasi qarmaqidagi ishchilar vaqt geziti Uyg'ur tahrir bo'limiga yo'tkilib kelib, 1987-yilgacha adabiyot betining muharriri bo'lib ishladi. 1987-yildan e'tiboran Abdunum rayonlik yozuvchilar jamiyatining kasbiy yozuvchisi bo'ldi. 2013-yili 12-oyning 4-kuni 61 yoshida kasallik sababidan biz bilan mangu vidolashib, hammamizni bitmas hasratga soldi. Bu yerda Muhammad Bag'rash apandi Uyg'ur prozchiligida nihoyatda muhim rol o'ynagan, yetakchi rol o'ynagan yozuvchilarimizning biri. Marhum hayotida 40 parchadan oshiq hikoya, 10 necha povest, bir muncha nasr, o'chirik, adabiy axborotlarni e'lon qilganligi ma'lum. Muhammad Bag'rash asarlari dastlabki qadamda To'rt quloq odamlar, Yovat turgul, Tugumas tushlar, Ah shopur, Ah qiz, Aqsoq bug'a nomida 6 to'plam qilindi. Mening qo'limdagisi dal To'rt quloq nomli hikoyalar to'plami. Bugun o'zingizlarga sunmoqchi bo'lganim bir muhabbat hikoyasi. Muhabbat hikoyasi. Agar shundoq degili bo'lsa. Xo'sh, boshlay. Adoqqa tanlash. Bovay bilan momay oiladagi uzum baranga ostiga selingan ko'ni gilam ustida choy ichishib o'ltirishadi. Oilaning ichi timtas edi. Qushqashlarning vichirlashlari anglanmaydi. Havo bak tinjiq. Uzum yaproqlari so'lashqandek bo'lib, qimirlamay selinib turishadi. Oiladagi bu o'likdek jimjitlikdan ichi siqilib atgan bovay bilan momay un-tinsiz o'ltirib, pat-pat qo'roning darvozasiga qarshib qo'yadi. Bugun nemishqidir hech kim kirmadi. Ularning oldidagi dasturxondagi atgan choymi allaqachon muzlab qolgan edi. Mazalik non, qand kezak va meg'izlar ularning yodig'ini kashmaydi. Bir kamda bu timtaslikni momayning ingirgandek o'ksinishi bozdi. Voy xudoyim, gör yaxshiroq bundoq kundin, dedi momay zarlangandek chiroyini purishtirib. Ular to'y qilg'ili 60 yildak bo'lgan edi. Shuncha yildan buyon bu ikki qarinas bir-biridan biror kunmi ayrilib baxmagan edi. Al kuni obdan o'tadi.
Mahalledekiler bu qeyri qo'shmoqlarni bak hurmat qilatdi. Pat-pat yo'qlashib turatdi. Lekin ular birimi farzand yuzi ko'rmaganlikdan ko'ngli bakmi yerim yuratdi. Qiyirliqdagi yolg'izlik ularni qiynaydi. Buvay mo'misining ashundoq deyishini kutib turgandek bir tilla qaynab ketdi. Jime gunoh seningda. Mushuk bilan chashqan jinida balalab ko'paydi. Sen ednosi mushukchilikmi bo'la olmading? Birer aslan bo'lsimi tug'mading? Sen qisir baytalga yo'liqib qolmagan bo'lsam, meningmi bolalarim, navirlarim, chavirlarim bo'lardi. Balaliq uy bozor, balasiz uy mozor deyishidi. Sening kasobitingdan tirik turib mazarda qoldim. Buvay qizishqinidan beshidagi sal ko'nirgan badam do'ppisini yulib elib gelamga urdi. Buvayning so'zlari momayga g'ar kelib, jon jinidan o'tib ketdi. U atsiz shaptulu shupikidek nepiz qo'rilib ketgan lavlarini umchaytib yig'lamsiradi. Kishiga undaq ahonat qilmisla. Men musiliga uchirmagan bo'lsam, o'yli to'shqidek bolalaytdim. O'z vaqtida siliga chaplashib olmagandim-ku. O'zlari kallamni aylantirib atgan tili. Undaq adam to'g'ishjon xotindan birini olsil bo'lmamdi. Momay beshidagi ro'malini tuzagash buvayga singar yan beqib mekiyandek hurpaydi. Buvay oppoq bujg'ur tuklari bilan qoplangan maydasiga zardi bilan shapaloqladi. Amisa men gunohkorkanman-da. Men sening kallani qandaq aylantirgan? Endi momaymi bosh kelmadi. O buvayga yaqin surilib kelib o'ltirib dedi. Her kun oqshimi etizdan yonganda etay begimizning orqasidagi buloq beshidagi maymoq so'gatning ostiga kelib elib, naylarni chirqirtib, kishiga orom bermagan kim edi amsa? Buvay momayga toza chakchiyib etib, levini yalab qo'ydi. Men buloq beshiga seni deb emas, oq baytilimni sug'arg'ilib baratdim. Ney çalsam, nima bo'pti? Ney deganni odam ich pushqanda chaladigan gap. Sen mi meni paylab o'ltirgandek, neyimning unini anglamay suvga chiqqan bo'lib elib, buloq beshiga yo'rg'ilaytding-ku? Buvay gelini qirib qo'yib, ovozini inchga chiqirib, xotinlarning ovozida do'rdi. O'zim tergan gil ichilib tikan, sizga atab uzib chiqdim. Begimizning to'g'i chepishgan edi, chiroyli qizarganlarini tanlab uzib chiqdim. Mavi qo'l yog'liqni sizga atab kashtilgan edim. Buvay endi o'z ovozida dedi. Kim edi shu? O'zing ashundoq qilib meni aylantirib olgan. Yolg'on deb baqaqini. Shu chaqda mingan etimning uruq pushti bo'lgan ovu ot guvoh. Buvay tekning arqasidagi gillik yenida turgan qardek oppoq ayg'irni ko'rsatdi. Bu at buvayning oilasida nasl tortib kelayotgan atlarning uruqidan edi. Ot sug'arg'ili berib tikanmish texi. Boshqa yerda buloq yo'qdek, hadisila bizning buloqqa qotirganlarni unutib qoldilar-ku. Manga söz açalmay, ney bilen zarlıqalları çü texi. Tini bilip baxsıla qeni, aşı şum neylere guva. Momayma boş kelmey, oylanan temideki qozuqa ilagılıq qumuş neyni körsetti. Bu ney, buvayның yaşlıqada çalğan neyi edi. Momay bu neyni təvərrüq qılıb, igiz yerge esib, saqlab kelib atatdı. Buvay gıqqıdı bolğandak boldu. O topu besip ketken neyge biraza qarab o'ltirib qaldı. Andın chidamagandek birdilla momayga o'rilib hurpaydi. Hozirqidek aqlim bo'lgan bo'lsa,
sendek xotinni parizat bolsangmı almaydım. Momay bovuyga ağzılı çan saladıgandek intilip, uruqdek yumalaq ve kiçikkine iňikini uşlap çalvaqap sordi. Ha, men qındaqkenmen, gislaqini. Toğmaz şu, qısır baytal. Xudayım şu yaşlıqımni yana bir berivetken bolsa, sendek xotinga köz qırımni selip qoymaydım. Tazı çekip durup, birer itiz balalaydıgan qız balını tallap alattım. Ählim, näge ketip etikin taң? Şu çağlarda. Momay elemden yerilgudek boldy. Pıldırlap durgan olup turşango közlerige lıqqıdı yaş geldi. O kiçik balıdek xıtıldap yığılıp etdi. Bir hazadan keyin özüge kelip javaldap ketdi. Qıyrığanda davatkan gepini, men bu bek döt, bek sadda, bek ähmak iken men. Şu çağda közümge kalı tezigi gül körünüp ketipdiken. Men muçu öz vaqtida olmadek qız balı edim. Xudayım mening şu qızlıqımni yana bir qitim yandırıp bergen bolsa, igakim ba, yeliğu u şum neyleri bilen zarlaydı kella, başlarını bosuğamqa urup çuvulup ketsimiçu, silige nazar közümni salmaydım. Bobay bilen momay ahir yeriqib jim bolup qelişdi. Keyin közleri arqılıq bir-biriga g'azinat qilishib, çocuq xo'razdek ürpishib o'ltirishadi. O'ylini yana mazara jimliqqa qapladi. Birdamdan keyin momay asta qo'pib, tam tövedeki supaga körpü bilen yastıqni tashlab, bobayga qaramay turib, zardi bilen dedi. Qopsila, yetib alsila. Uşlarını tutup koyay. Ular her günü çüşte aptapta uxlaşatdı. Bobay kiçik balıdek xoylunup, ornudan təsdikdə qopup, supağa çıktı. Birdemden keyin ikkilen qıydaqlıq peti bir-biriga dömbesini qilib, yetişip uyquga ketişdi. Keşkirip qaldı. Bobay bədəndədə uştumtut sadır bolğan bir xil g'ayri holatni sezib, çöçüp uyg'unib ketdi. O yeniga qarab edi, momiy ko'rinmadi. Qo'rog'i ko'z yugurtdi. O'ylasimi o'zgarib ketibdi. Taza aslab beqib edi, o'zining yosh vaqtidagi qo'rosi ekan. Bobay birdinla badanida ajoyib bir kuch-quvvatni his qildi. Aeroplan ötüp gelsin. Hayran bolup, eňikini silip edi, saqaly qoluğu urunmadi. Faqat ämdila xat tartib kelevatgan yumşaq buruti qoluğu belindi. Közümü başqaça roşanlaşıp ketken edi. Bir uxlap qopupla özünün bütünley yaşırıp ketkiniga zadila ähli yetmey qaldı. Hayran boldy. Xoşal bolup beşi kökki yetdi. Varqırap naqşı etqisi keldi. Qudrati ulug' Allah farzandsiz qilib bir ömür köngül yerimchiligida o'tgan bu baxtsiz bandining orzu armanini ilik elib, onunğa yana bir tanlash fursati ato qilib, onu 18 yoshlik qiron yigit holatiga yondirib qo'ygan edi. Bobay yaq yigit buni tushunib yetib, Allohga tugumas tashakkur va hamd sana etdi. Lekin onun ko'ngli turibla bir qismi bo'lib qoldi. Momiyi nagi ketdikin. O hech o'ylab turmayla o'yladiki oq etini egarlashgimi ulgurmay yavudoq minib buloq beshiga qarab at soldi. Uning oppoq yaktekining pashlari shamolda farishtaning qanotidek lapildaydi. Bu chaqda gugum tushgan edi. 15 günlük tolun ay bulaq suyiga şo'li tashlab, julalab turatdi.
Жигит булаққа етini қойып беріп, булақ бешідегі бағжанлап кеткен маймақ сөгетінің астыға келді де, шайы бәлбіғіға қыстырықлық құмыш нейін еліп, әвәз вә зарықыш білән челішқі башылды. Нәй авазы бүк барақсан ішіде үгдәп атқан жимжит езі үстіде бір қыл еқімлік мұң зар тарқытышқы башылды. Bir kemde bulaqның neresideki bağның qaşası ehtiyat bilen içildi de, çilek kötürüp alğan zıbağına bir kız bağdın asta çıkıp ketdi. Ay nurida kızның xumar közleri yultuzdek çaqnaydı. Kızның yana bir kolida meş'eldek lavıldap turgan bir tal qızıl ettirgil bar edi. Nəyinin avazı teximi avjiga kötürüldü. Zıba boylı kız jigitning yeniga yaqin keldi de, qo'lidagi gulni tartinish ichida jigitga uzatdi. Shu chaqda buloq yuzi mavjlanib, ayning sho'lisi titrab ketdi. Aslida Allah bechora mo'mayningmi talabini ijobat qilgan ekan. Tugidi. Tek omaqa bu hikoya. Bütün kitapta mana mushu xildagi turmushdagi mana mushu kichik ishlarni asos qilib turib yozilgan nurg'un hikoyalar bor. Bir-biridan qiziq endi odamning ba'zidan kulgisi keldi. Albatta yana o'ylantirdi. Bu hikoyada biz uy tutqanlar bilimiz hech qachon dastlab tanishgan vaqtimizdagidek, dastlab to'y qilgan vaqtimizdagidek bo'lmaydi ekan ishlar. Ancha-muncha urishib, so'qishib, mana shundoq tagishib o'tadigan ishlar bo'ldi. Lekin oxirgi hisobda taqdir peshon. Ma'qul emisa, bugungi asar o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Oxirda huzuringizga bir konsertdan ariyani sunaman. O'tganda qizim meni bir konsertga taklif qilgandi. Sharqning kechalari, shundoq deb tarjim qilsak bo'ldi. Meningcha Nuit d'Orient deydi. Ajoyib bir esil konsert bo'ldi. Qani, Bahri og'aysizlar. Xayr xush, aman bo'laylik. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xush. Là-bas. Moi, je tarafta. Rang M.
festivités. Nous avons préparé une sélection de morceaux de la pop orientale, de la pop maghrébine qu'on a aussi mélangé avec la pop internationale. J'espère que vous allez aimer. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vous laisse profiter du concert. Bon concert à tous et place à la musique. Mesdames et messieurs, Si Mozart voici était comment arabe. nous avons imaginé le grand Mozart en mode chef Mozart. On accueille, je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité de ce soir, Youssef Mouros. دي على جرود عطورة وعلى عناقيد الكروب غرورة
encore plus main. Plus fort. Plus que ça. Ay bu müzik getirdi ne olsun getirdi mi? Biz gitsin getirdi oldu. Maşallah. Un grand merci à tous ces magnifiques musiciens, sans qui on n'aurait rien pu faire ce soir. Un grand merci à toute l'équipe technique, son et lumière. Un grand merci